İmamcan, qanday ahvolingіз yaxshimi? Qanday? Bu qitimqi yana shu oyning 15-si o'tkazmoqchi bo'lgan kam dehqon bog'bon do'stlarimizningki shu tajriba almashtirish, texnika almashtirish, shundaqla yangi mollarni tavsiya qilish, ko'rsatish, ularga bildirish cho'ng faoliyat yig'ini o'tkazilgan o'rin mushmi? İbrahim aka, shu 15-silardagi mush faoliyatimizda dehqon bog'bonlarningki tecrübe almashtirish yig'ini mush o'rinda o'tkazildi. Ananingki jiroq yaqindan bizni qo'llab kelgan shu xaridorninki yotoqlari ham shak o'rinlashtiriliq. 15-silar yaqindan bizni qo'llab kelayotgan mush dehqon qarindoshlar va kasbdosh do'stlarninki faoliyatimizga qatnashib, o'zaro fikr almashtirib, mushal bir tecrübe almashtirib olishini qizg'in qarshi olamiz. Anda qolsa biz bilib oldik bu Qosim. Shu 15-si biz vaqtida kelib, mush faoliyatga qatnashib, mush faoliyatdagi tecrübe almashtirishlardan o'zaro naf elishib, lekin yangi mahsulotlarni biz bilib olsak, e'lon qilamiz. Shunday boshqalarga tanishtirsak, buningki amaliy unumi yaxshi bo'ladi deb qaraymiz endi. Hayatın hamma ishni o'qitdik, ammo mush o'rnimizningki konkret adresini demabdik. Mush o'rnimizning adresini keng bizningki do'stlarimizga uqtirib qo'ysangiz. Bulada bizningki shu yig'in o'tkazadigan zalimiz bo'lsa Mayan taraf bizningki mush Nailik doktorxona mangadigan shu yo'lning bo'yida. Bizningki Mayan tarafimiz bo'lsa mush yangi doktorxonadan Ko'n doktorxonaning old tarafga mangadigan yo'lningki bo'yida. Bizningki mush yig'in qatnashmoqchi bo'lgan do'stlar mush aniq ko'rib olsanglar bo'ladi. Mush Chuanji Jodian ya'ni yangi pochtaxonaningki yan tarafidilar.